Peter Montini ailede qaysi xil usul desem bekerek o'xshatalayma degan qizlar ma filmni seyretmey oxirigacha ko'ringlar. Bir qatim ko'rsaklanmi shuningdek o'xshagan Peter Montini tayyorlash usulini olganmiz. Oldi bilan o'zimizning ehtiyojiga qarata kalla go'shti yoki qo'y go'shtini filmda ko'rsatganda qiyma qilib to'g'rab tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan qiymani quruq bir qacha qo'yib olamiz. Andan muvofiq miqdorda piyoz to'g'rab sevib olamiz. Tetikqulardan muvofiq miqdorda tuz, qarmoz, sira muvofiq miqdorda suv qo'yib olgandan keyin yaxshi bir aralashtirib tayyor qilib olamiz. Andan tayyorlab olgan jimbilni yaxshi bir maylab olgandan keyin Peter Montini tugishni boshlab ketsak bo'ldi. Bugun men sal oldirib qolganligim uchun tayyor jiltek kirib ishlatdim. Agar sizlar oldirmasanglar uyda xamir yo'g'irib jiltek olsanglar bo'ldi. Peter Montini filmda ko'rsatgandek chiroyli holatda tugib tayyor qilib olgandan keyin qovurmamizga silib normal o'tda 18 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Bugun men yana Peter Montini bilan biladiganga sovuq say tayyorlab keldim. Sovuq say ketalik saylarni filmda ko'rsatgandek tayyor qilib olgandan keyin tayyorlab olgan hamma saylarimizni usharoq holatda sirqib to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar, ma film yoqtagan bo'lsanglar mush filmga yurak berib inkas rayniga jiq gullarni yo'llab qo'yash unutib qolmanglar, rahmat sizlarga. Ketalik saylarni to'g'rab tayyorlab olgandan keyin tayyor qilib olgan saylarimizni quruq bir qacha qo'yib olamiz. Tetikqulardan muvofiq miqdorda tuz, shakar, Janyo muvofiq miqdorda lozjang tayyor qilib olgan ochiq suvni quyib yaxshi bir aralashtirib olamiz. Bugun mening ishlatganim cho'ng ustamning 100 yillik qadim retsept bo'yicha sap ochliqni 180 kun ichitib besilgan ochiq suvi. Amsa sizlarmi shuningdek o'xshagan sovuq say bilan Peter Montini tayyorlash usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, uyinglarda bir qatim etib sinab yaqinlar beklamay yeyishlik.